Yo, nima gap? Sizlar bilan bugun biz Porsche mexanizmlardan narsa quramiz. Masalan, birinchisiga mana bu. Buni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. O'sha tenteli otadigan katta. Короче, nomini bilmayman. Hozir qurishni ko'rsataman. Shunday qurasiz. Bunday. Restovlar bir ulaysiz. Mana bu gaplarcha qo'yib qo'yasizda. Keyin tentelarni bitta qo'yasiz har biriga. Bu narsani ko'rgan bo'lsangiz kommentariyada yozib keting. To'g'ri, men ham shu ko'rib turib qilyapman. Mana bu richakni mana qilasiz. Bosasiz, o'chirasiz. Juda tez qilishingiz kerak. To'tosh. Yana boshda ko'rganimda zo'r narsa ekan deb qurib ko'rmoqchi bo'ldim. Sizlarga ko'rsatdim. Mayli. Shu bilan video tugamaydi. Bu birinchisi edi. Endi ikkinchisi. Endi keyingisi yana bir. Keyingisi bizda Porsche raketa. Mana shunday plus shaklda qurib olasiz. Bitta narsa olish esdan chiqib qolibdi. Mana bu. Xo'sh. Aytgancha kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Mana bunday, mana bu qizil nuqtachasi pastda bo'lishi kerak. Nimaga Porscheni pastga qaratib qo'yasizlar. O'shanda ishlaydi. Agar ishlamasa qaytadan qurib ko'ringlar. Shunda tagi jajgalga yoquvdi. Blok qo'ysam bo'ladimi? Blok qo'ysam bo'lar ekan. Shu bilan endi keyingisi. Xo'sh, keyingisi bizda buni ham nomini bilmayman lekin. Hozir. Mana bu qolib ketibdi. Bir, ikki. Mana shu oxirida kichkina nuqtachasi qolishi kerak. Bo'lmasa bu ishlamaydi. 3 ta redstone, keyin bitta blok, keyin mana buni qo'yib qo'yasiz. Mana bunday. Keyin bitta o'rgimchak to'g'ri. Va tadam. Ko'ryapsizmi bu shamol turishini? Bu bilan nimalar qilsa bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Hozir ko'rsataman nimalar qilish mumkinligini. Hozir. Mana bunday. Bitta slime blok kerak bo'ladi. Bundan keyin qo'yamiz. Evet, iyi gidip oğlum. Restonda hemen yakalayalım bitemiz. Böyle bir tüyme. Endi sekin bosamiz. Ben tasvirlatib tez bossadan o'xshamaydi. Shuning uchun Reston baqa kelgandan keyin Porsche qaytgandan keyin bosinglar. Bo'lmasa hammasi 3 ketib qoladi. Nechtadir qildim. Endi mana burchakroqqa kelib bu tugmanlarni qo'yib o'rnatish kerak. Mana bunday qilib turib. Bunday qilsalar
mosh shari bilan cheksiz balandlikka ko'tarilishi mumkin. Havo shari bilan. Shu bilan 3-chisiga yetdi. Endi 4-chisiga navbat. Keyingisi bizni Astraxan'ga yezib qo'yadigan narsa. Buni hamma oldin ko'rgan shekilli, bilmadim, shuning uchun ehtimolga qarshi qilyapman. Qanaqa qo'yishingiz qizig'i yo'q. Lekin bittaga bitta qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa ishlamaydi. Ehtimolga qarshi hammasini birdasiga qo'yish kerak. Mana bunday narsa qilasiz. Keyin buni qanday olaman desangiz, ikki sistangizga keling. Mana bu chekkasiga sekin bosib olaverasiz. Mana. Birinchi xato ketdi. Mayli, boshqa narsani ko'ramiz. O'xshaydi, atroflarni yopib qilsangiz menimcha. Men hozir ochiq joyda qilyapman, shuning uchun atroflarni blok bilan yopish kerak. Yana bitta narsa bormi? Qo'limda ekan. Nice. Biz ham yog'ini yopib ko'rsakchi. Masalan, yog'och bilan. Xo'sh. Xo'sh, mana. Endi o'tib ko'ramiz. Xo'sh. Hammasi ishladi. Birinchi safar nosozlik bo'ldi. Mayli, keyingi videogacha xayr. Hamma obuna bo'lsin. Men 10 ta bo'lgandan keyin bundan keyin chiqaradigan videoim haqida qisqachaligi aytib ketaman. 10 ta obuna bo'lganimizdan keyin PP karta haqida video chiqaraman. Va bu videodan keyin o'sha kartani qanday yuklashni ko'rsataman. Hammaga xayr.